Mirzo Ulug'bek tumani Sentrumli Charskidan ikkita yonma-yon zo'r hovlimiz chiqyapti. Kompaktniy qilingan, orqada ham hovlisi bor. Orqada basseyn qilingan. Tak. Uy ko'rinishi sifatiga 100% garantiya beriladi. Juda ham ajoyib chiqqan, kelib o'zingizlar amin bo'lsanglar bo'ladi. Haqiqatan отделкалari ham juda ham boshqacha chiqqan. Tak, bu yerda yashil hududimizni archa-parcha ekib qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxona, yonginasida hovli uchun hojatxonamiz. Tak, darvozaxonamizni tashqariga ikkita mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Elektromobillarimizga simlarimiz ham bor, bemalol o'rnatib olsa bo'ladi. Uyimizdan proyektini lekin boplab qo'yishgan. Bekor maqtamayman, o'zimga ham rosa yoqadi. Именно mana shu uy remontigacha zo'r. Бесполезный anaqalari yo'q, ya'ni foydalanmaydigan burchaklar qoldirilmaganda, hammasi foydali joyda qilingan. Xo'p, kirilishimizni kimdir hol deydi, kimdir prixoshka deydi. Xullas, kirib kelishimiz kafel bilan ajratilgan. Mana bu yerda shkop o'rni bor. Shkop esa turadi. Olgan odam mana shu stroyniy shkoplari bo'ladi. Tarkiblarimiz 1-2 archasi montirilgan. Отделкamizni bitta ahamiyat bersanglar, oq, qora. Oq, qora. Zina ham xuddi shunaqa, eshigi ham ruchkasi bilan petlялari qora, eshikning o'zi oq. 100% sifatli narsada qo'yilgan. Tak, bu yerda birinchi oshxonamizdan juda ham ajoyib chiqqan. Bu yer tomonda oshxona mebellari bo'ladi. Mana shu o'zi bemalol ovqatlanib tursa bo'ladi. Panoramli oyna, har bitta xonada termostat datchiklari, termoregulyator degan bo'ladi. Xo'p, bu yerda konditsioner, trubka, simlar, hamma narsasi o'rni, tak, уже установка qilib qo'yilgan. Qora ishlar qoldirilmagan xullas. Ikkinchi qavat ko'tarilgan zinamiz ajoyib narsada qilingan. Mana pluntuslarga bitta ahamiyat bersa, hammasi MDFdan. Juda ham zo'rlar ishlatilgan. Endi birinchi umumiy yuvinish xonamiz birinchi qavat uchun mana sifatli narsada qo'yilgan, полный. Shu kabinali, to'rda spalni, o'ng qo'lda zal. Birinchi spalnani ko'ramiz, marhamat. Bu yerga bitta kravat qo'yilinsa, panoramli oyna, orqada basseynlari ham bor, lyustralari ham ajoyib. Bu yerga mana shkop o'rni stroyniy qilib qo'yib olasizlar. Tak, endi zalga o'tamiz. Zalimiz ham razmerlari yaxshi. Полностью lepkali gipsdan qilingan, juda ham ajoyib. No, qarasanglar, cho'tki qilingan. Remont просто anaqa olib bera olmaydi. Kamera juda ham ajoyib chiqqan. Mana ajoyib, yaxshi pulga olingan lyustralar. Endi orqa hovliga o'tamiz. Orqa hovlimizda zaldan chiqadi basseyn. Basseynimiz ham ajoyib. Отсветка, filtr, hamma narsasi qo'yilgan. Mana ikkita oq uka yoki ikkita qarindosh yonma-yon yo'moqchi bo'lsanglar, mana sizlarga zo'r variant. Ikkita yonma-yon, tinch mahalla juda ham. Endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilishimiz kattagina chiroyli qandidan ilingan. Chap qo'ldan boshlaymiz. Chiqqanda chap qo'lda master spalnya, garderob, sanuzul hammasi ichida bo'ladi. Xullas, kattadan yotoqxonasi lepkali qilingan, bu yerda ham chiroyli lyustralari bor. Razmerlar yaxshi holatda, bu yerga shkop qo'yilmaydi, shkop narigi xonaga qo'yiladi. Tak, balkoni ham bor. Kichkina bo'lsa ham panoramli oyna, mahallaga qarab turadigan. Tak, mana eshikdan bu yerga kirdik. Kirganda o'ng qo'lda sanuzuli bo'ladi, pedaylari ham bor. Shu kabinali qilingan. Tak, bu yerda bo'lsa garderob joyimiz ham mo'ljallangan. Bu yerda xuddi shunaqa balkoni bor. Mana bu yerda shkop esa turilsa G obrazniy qilib bemalol shkop yetadi hammaga. Endi eshikdan chiqib ketamiz. Mana alohida eshik. Koridorga, to есть koridorda mana birinchi eshigimiz, zinadan chiqqanda sanuzuli, ikkinchi qavat uchun umumiy qilingan, vanna qo'yilgan bu yerga. Tak, to'g'risida birinchi etajda xuddi shunaqa spalnya zonamiz. Xuddi shunaqa stroyniy shkop uchun joylari va oxiriga yana bitta детский spalnyamiz. Buni razmerlari katta, chunki bu zalni tepasi. Bu lokatsiyani menga eng yoqadigan tomoni mana shu daraxtda. Daraxt juda ham ko'p qo'rosdan. Mana. Havo yaxshi bo'ladi bu yerda. Sentrumli Charskida. Endi podolga tushamiz. Mana podolga tushgandan keyin bu yerda ham joyimiz bor. Shkop turib, nimadir qilib foydalansa ham bo'ladi. Kattagina hol bo'ladi tushganimizda. Chap qo'limizda kotelniy xonamiz. Kotelniy xonamiz juda ham akkuratniy qilingan. Hamma narsasiga e'tibor bersanglar, drenajlarigacha ham Ariston boylerimiz suv uchun ishlaydi. Bu kotelniy, to есть isitish tizimlari
Hamma narsasi akkuratniy. Asaf jamoasi qilgan buni. Santexnikani tushunadigan odam bo'lsa, yaxshi narsa ishlatishadi ular ham. Faqatgina Asaf jamoasi polностью qilib berilgan ikkita uyi ham. Elektr shitovoylari mana bu yerda bo'larmiga qani? Mana podsvetkada juda ham akkuratniy qilingan. Aytaman, hamma narsa xudo xolisa did bilan, cho'tki qilib, mehr bilan qilingan. Tak, bu yerda bitta katta xonamiz. Filtr qo'yib qo'yib yoki игровой qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu basseynning filtri. Basseynning filtri bo'lsa, mana shu o'ziga stilajda yasatib, anaqa qo'ysa bo'ladi, demaydi. Banka bu narsa qo'yish uchun foydalansa bo'ladi. Xullas, bu uyimiz sotilyapti, ikkita yonma-yon, 2,5 sotuvdan 350 kvadrat, narxi $480,000 belgilangan. Ozgina o't beriladigan joyi bor. Pastda raqamni qoldiramiz. Salomat bo'linglar.